har bir IELTS o'qiyotgan odam o'qib ko'rish kerak bo'lgan kitoblar. Undan oldin sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Birinchisi Liz Ideas. Bu sizni writingingizga juda ham zo'r foyda beradi. Chunki biz juda ham ko'p holatda global muammolarga yechimlarni o'ylashga qiynalamiz. Bu Liz kitobida esa deyarli IELTS uchadigan hamma topiklar qamrab olingan. Uni siz writing ham, speaking ham qo'llashingiz mumkin. Ikkinchisi Vocabulary for IELTS. Uni ikki xil varianti bor. Birinchisi Vocabulary for IELTS Basic, ikkinchisi Vocabulary for IELTS Advanced. Uni ketma-ket o'qiysiz va u yoqda vapshi mind blowing vocabulary yodlashingiz mumkin. Chunki u o'sha Cambridge'ning o'zini vocabularysi, u yoqda siz speakingga juda ham zo'r qolasiz bo'ladigan frazalar berilgan, writing uchun ham umuman olganda 4 ta skillni qamrab oladigan eng zo'r kitoblardan bittasi. Uchinchisi IELTS Writing Recap. Bu o'zimizdan chiqqan, ya'ni Toshkentdagi Diyorbek IELTS o'quv markazidan chiqqan kitob hisoblanadi. Men 2024-yilgi versiyasini ishlab ko'rganman. 2025-yil chiqqanmi yo'qmi bilmayman. Lekin kitobning ichida siz writingdan 8-8,9 olgan o'qituvchilarni esselarini o'qib, ularni analiz qilib, keyinchalik o'zingizga qo'lasiz bo'ladi. Writingni oshirishga eng zo'r yordam beradigan kitoblardan bittasi deb o'ylayman. Bu videoni IELTS o'qiyotgan do'stingizga jo'natib qo'ying.